habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Uchinchi fasl 25-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Habibimiz, shafoatchimiz va qiyomat kunida bizni o'z havzidan sug'oruvchi janob payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal siyratlarida guvohi bo'lishimiz mumkin bo'lgan fazilatlardan biri go'zal muomala va yaxshilik qilishdir. Hatto yaxshilik qilinayotgan inson munofiq bo'lsa ham. Misol uchun Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni olaylik. U o'limi oldidan qattiq betob bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning holidan xabar olish uchun ko'rgani bordilar. Rasululloh Abdulloh ibn Salulning uyiga kirdilar. Undan betobligi haqida so'radilar. Uning o'g'li Abdulloh ibn Salul Rasulullohning kelganlaridan xursand bo'ldi. "Yo Rasululloh, sizga dushmanlik qilgan odamni ko'rish uchun o'zingiz keldingizmi? Alloh haqqi, bu ishni sizdan boshqa hech kim qila olmaydi, ey Allohning payg'ambari." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ibn Salulning ko'zlarida o'limni ko'rdilar va unga "Men seni yahudiylarni yaxshi ko'rishdan qaytarmaganmidim, ey Abdulloh ibn Salul" dedilar. "Ey Allohning rasuli, hozir tanbeh berish vaqti emas. Ajalim yaqin kelib turibdi. Agar o'lsam, meni yuvishda qatnashing. Ustingizdagi ko'ylagingizni menga bering va o'sha bilan meni kafanlang. Janozamni ham o'zingiz o'qing va mening haqqimga istig'for ayting." Ey Allohning rasuli, otam menga uni kafanlash uchun sizning ko'ylagingizni olishimni vasiyat qilgandi. Rasululloh unga ko'ylaklarini berdilar. Ey Allohning rasuli, uni yuvishda qatnashib, janozasini o'qib berishingizni iltimos qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, u munofiq bo'lsa ham janozasini o'qiyverasizmi? Axir Alloh sizni bundan qaytargan-ku" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh menga tanlash ixtiyorini berdi, ey Umar. Men unga janoza o'qib, haqqiga istig'for aytishni ixtiyor etdim. Agar uning haqqiga 70 martadan ko'p istig'for aytishim unga yordam berganida, o'sha istig'forni aytgan bo'lardim" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tanlash ixtiyori berilib, ushbu oyat nozil bo'ldi.
Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Ular uchun istig'for aytsang ham yoki istig'for aytmasang ham baribir. Agar ular uchun 70 marta istig'for aytsang ham, Alloh ularni zinhor mag'firat qilmas. Ulug' Alloh rost so'zlaydi. Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan gaplashayotganda nazarda tutgan oyati mana shu edi. Rasululloh bu ishni uning o'g'lini hurmati uchun qilgan edilar. O'g'li otasining kufri va munofiqligi uchun uni o'z qo'llari bilan o'ldirishni Rasulullohga taklif qilgan edi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari Abbos ibn Abdul Muttalib Badr jangida asirga tushganida Abdulloh ibn Salul unga kiyim berib, kiyintirganini ham unutmagan edilar. U paytda Abbos hali islom dinini qabul qilmagan edi. Rasulullohning amakilari Abbos ibn Abdul Muttalibmisan? Abbos dedi. Ha, menman ey Abdulloh ibn Mas'ud. Agar Rasulullohning amakilari bo'lmaganingda seni qatl qilgan bo'lardim. Abbos dedi. Allohga qasamki, agar Muhammadning amakisi bo'lmaganimda sizlarga qarshi jang qilgan bo'lar edim. Lekin akamning o'g'liga qarshi urushga meni majburan olib chiqishdi. Unday bo'lsa yur. Sen meni asirimsan. Abbos dedi. Alloh haqqi. Kaftingdagi narsa nima, ey Ibn Mas'ud? Agar shu bo'lmaganda meni mag'lub eta olmasding. Alloh haqqi. U yerda menga bir farishta senga qarshi urushimda yordam berganini sezdim, ey Abdul Muttalibning o'g'li. Uxlamaysizmi, ey Allohning rasuli? Rasululloh ularga uxlay olmayotganlarini xabar berdilar. Nega ey Allohning rasuli? Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abbosning ingragan tovushi qulog'imga eshitilib turgan bo'lsa, qanday uxlashim mumkin dedilar. Qochib ketishdan qo'rqdik. Sening kuching ko'p. Shuning uchun arqonni mahkam bog'ladik. Abbos dedi. Sharafli kishilar ham qochadimi, ey do'stim? Alloh haqqi, faqat qo'rqoqlargina qochishi mumkin. Lekin mening ahvolimni sen qayerdan bilding? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sening ahvolingni va ingragan tovushingni bildilar. Shuning uchun ko'zlariga uyqu kelmadi. Abdulloh ibn Salul ko'ylagini Abbosga berdi. Bu bilan zohirda Rasulullohga yaqin bo'lib, muhabbatlarini qozonmoqchi bo'ldi. Aslida esa o'sha paytda mushrik bo'lgan Abbosga hamdardlik bildirish niyatida edi. Rasulullohning amakilari yirtiq yamoq ko'ylakda turibdimi? Alloh haqqi, bu biz uchun sharmandalik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Salulning qilgan yaxshiligini eslab qoldilar. U Abbosga kiyim berdi. Abbos esa Habibimiz sallallohu alayhi va sallamga qalban juda yaqin edi. Shuning uchun o'zlarining muborak ko'ylaklarini
Abdullohni kafallash uchun berib yubordilar. Bu bilan kifoyalanib qolmadilar. Uni yuvishda qatnashdilar. Unga janoza namozini o'qidilar va uning haqqiga istig'for aytdilar. Shunda munofiqlarga janoza namoz o'qishni harom qilgan ushbu oyat nozil bo'ldi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Va hech qachon ulardan o'lgan birortasiga ham janoza namoz o'qima, qabri ustida turma, chunki ular Allohga va uning rasuliga kufr keltirdilar hamda fosiq hollarida o'ldilar. Ulug' Alloh rost so'zlaydi. Alloh munofiqlarga janoza namoz o'qishni qat'iy harom qildi. Lekin sen nima uchun yig'layapsan, ey Hind? Alloh haqqi, ey Abu Sufyon, har gal Rasulullohning rahim shafqatlarini, kechirimli ekanliklarini ko'rsam, mening sababimdan u zotga yetgan aziyatlar esimga tushadi. Yo'q, ey Hind. Rasululloh o'zlari oddiy bir inson bo'lsalar ham, qalblaridagi yaxshilik butun koinotga yetib, ortib ham qoladi. Alloh haqqi, ey Abu Sufyon, men o'zim Allohning yo'lida jang qilmagunimcha xotirjam bo'la olmayman. Ilgari janglarda Qurayshliklarga qanday yordam bergan bo'lsam, endi musulmonlarga ham shunday yordam beraman. Johiliyat davrida qizlar tirikligicha ko'milar edi. Erkaklarga agar qiz farzand ko'rding deb xushxabar berilsa, xorlik va sharmandalikni his qilib yuzlari qorayib ketardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom dinining ta'limotlarini olib kelib, ayollarning sha'nini yuqori ko'tardilar va ularni izzat ikrom qildilar. U zot o'z qizlarini hamda musulmonlarning qizlarini ham yaxshi ko'rardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Biz seni olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Sen menga faqat sizning ilohingiz albatta bitta ilohdir deb vahiy etilur. Bas sizlar musulmon bo'lasizlarmi deb ayt. Agar ular yuz o'girib ketsalar, men sizlarga barobarlik bo'lishi uchun e'lon qildim. Sizga va'da qilinayotgan narsa yaqinmi yoki uzoqmi bilmasman. Albatta, u so'zning oshkorasini ham biladir va nimani berkitayotgan bo'lsangiz ham biladir. Anbiyo surasi 107-110 oyatlar.